Shavkat Rahmon 1950-yilning 12-sentyabrida O'sh shahrida tug'ilgan. Shavkat Rahmon ijodida hamisha millatning dard-u armonlarini ifodalashga intilardi. U o'z kayfiyatlarini tasvirlash bilan kifoyalanadigan shoirlar sirasiga kirmas, o'z taqdirini millatnikidan ayri tasavvur etmasdi. U har bir millatdoshining ko'ngil mulkiga kirib borishni orzu etib, shu yo'lda tinimsiz dard chekib yashagan shoir edi. Bir qo'shiq bo'laman daryoday yurakning eng chuqur yerida, deya orzu qilgan shoir hamisha samimiy tuyg'ularni beqiyos badiiy yuksaklikka, o'ta kuyunchaklik bilan kuyladi. Zulfiqor ruh kerak chin yog'du, chin ishq yolqinlarin bag'rimga to'lsin, jismimni toblasin faqat chin og'riq, chechaklar qop-qora bo'lsa-da bo'lsin. Zabardast shoir Shavkat Rahmon qisqa umr kechirdi. U 1996-yilning 2-oktyabrida uzoq davom etgan kasallikdan vafot etdi. Vafotidan so'ng shoirning Saylama kitobi 1997-yil nashr qilindi. U shahrida shoir tug'ilgan mahallaga hamda shahardagi o'rta maktablardan biriga Shavkat Rahmon nomi berilgan. Tong ochar ko'zlarin erinib, sevinchdan yig'laydi qiyoqlar, chechaklar jilmayar sevinib, shamolda cho'milar giyohlar, o'ynoqi shu'lalar bolalar, jimgina tarqalar sayhonga, o'rgimchak to'qiydi tolalar, xonqizi boradi mehmonga, qurbaqa varaqlar bayozin, kuldan bol so'radi arilar, chigirtka qayraydi ovozin, parvozda ninachi parilar. Chumoli, mehnatkash chumoli, kuyinma, atrofga bir qara, maysalar, oh qanday himoli, dunyoni qilma ko'p masxara.